1994-yilda Hirosima shahrida biz tarixiy g'alabani qo'lga kiritdik. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun o'sha paytda mana shu g'alaba davomiy bo'lmadi? Nimalar bizga xalaqit qildi? Chempion bo'lganmiz Hirosimada. Shu paytda biz kichkina bir maktabda o'qiyotgan bola edik. Xursand bo'lganmiz. Bu kelajakda o'zbek futboli demak mana alohida mustaqil bo'lganimizdan keyin demak eplab bundan keyin ketamiz deb o'ylaganmiz. Qandaydir undan keyingi bir masalan Mirjalol Qosimov, Tixonov, Asad Do'rmonov va Do'rmon Maqsudovlar bo'lgan. Bundan keyingi nimalar pokoleniya chiqayotgan nimalar tizimlarimiz menimcha uncha yaxshi ketmagan. Chunki to'g'risini aytish kerak edi, bu yerda yashiradigan gap yo'q. Masalan, Do'stlik degan komanda bo'lardi. Do'stlik yoki MHX degan komandalar bo'lardi. Eng zo'r o'yinchilarni shu yerlarga olib ketib qolishardi. Mana qilib haqqoniylik, haqiqatli mana hozirgi paytga kelsak, shu o'sish uncha bo'lmay qolgan, to'xtab qolgan. Mana undan keyingi demoqchiman bir mustaqilliklardan keyin hali haqiqatga nima qilib hammasiga mana o'zlari zo'r chiqqan o'yinchilarni olmayapti-da hozirgi paytda. Zo'r chiqqan o'yinchini. Asha o'yinchilar o'zimizda hali har bitta komandada qolyapti. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha paytda uncha o'sishlarimiz kamayib ketgan va bitta ikkita komandalarga e'tibor berilgan. Keyin hakamlarimiz ham mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz varlar bor. Haqiqatda hakamlarga ham juda qattiq e'tibor berilyapti. U paytda bitta komandada hakamlar kerak bo'lsa, mana Andijonda men o'zim shu futbolga qiziqqanman. Hakamlar nagili kallarini chopib tashlashardi. Shu narsa deb ham o'ylayman-da, futbolimizni o'sishiga ham to'sqinlik bo'lgan deb o'ylayman. 2005-2016 yillarda biz jahon chempionatiga chiqishimizga salgina qolgan. O'sha paytda ba'zida bitta ochko yoki bitta gol bizga yetishmagan. Nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda o'zbek futboliga nima xalaqit bergan? Nima yetmagan? 2005-hamda 2016-yillarda to'g'ri siz aytyapsiz, to'g'ri Otabek aka to'g'ri aytyapsiz, juda ham ozgina qolgan jahon chempionatiga chiqishimizga. Endi u paytda aytyapman-ku, bir anaqalar bo'lmaganda, bir haqiqatchilik anaqa bo'lmagan, odamlarda ham bir unchalik hozirgi davrga qaraganda unchalik qiziqqonli anaqalar bo'lmagan. Hozir ko'ryapsizda, hamma haqiqatli shaffoflik chiqqan sari o'zbek futboli rivojlanib, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir bizning futbolchilarda chet el jamoalari hozirgi paytda juda ham o'sha sovchilar kelyapti, olishyapti, ko'rishyapti, skautlar ko'ryapti. Xudoyimga ham bir yoqmaydigan ishlar bo'lgandirki, chiqa olmaganmizda shunday bir endi hozir aytadi-yu, tuhmat yoki boshqa gumon narsalardan bir yiroqmiz. Endi har xil gaplar bo'lgan, berib yuborishgan deyishgan, u deyishgan. Kim berib yuborishgan? Endi o'yinni berib yuborishgan ham deyishadi. Oldindan kelishib turibmi? Oldindan shunaqa narsalar deyishadi-da. Endi shu paytdagina aytaman. Hozirgi paytga ketganda ko'ryapsiz, hozir juda ham shaffoflik, juda ham haqiqatli bo'lyapti. Shuna deb o'ylayman men ham. U paytda endi biz jina yoshlik, jicha qolgan, lekin chiqqanda qanday xursand bo'ladi, lekin endi chiqishimiz shu peshonamizga shu yilga yozilgan ekan, chiqdik, Xudoga shukr. 2006-2009-yillarda jahon yulduzlari O'zbekistonga kelib to'p tepishgan. Rivaldo yoki mana Danielson, hattoki Scolari bunyodkorga rahbarlik qilgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu jahon futbol yulduzlarini O'zbekistonga o'sha paytda kelishi qanchalik foyda bo'lgan? Keyingi pokoleniya yoshlarga qandaydir yaxshi bo'lgan, chunki paytlarda hech bo'lmasa bitta nimaga bo'lish uchun Messi, Iniesta, Xavi, Ronaldolardan Eto'lar kelgan, haligi yosh bolachalar ko'rib ularni qandaydir xursand bo'lgan. Oddiy misol, asha menda bitta rasm bor, Abduqodir Husanov oddiy misol deyapman. Mana Shomurodov yoki ashlar ham ular ko'rgan, qandaydir o'sadi degan nimada bo'lgan. Masalan, Rivaldoning kelgani to'g'ri, puli o'ta bizning O'zbekistonga nisbatan o'ta ham katta. U kelib nima bo'lganda foydalagan bo'lgan deb o'ylayman. Shu Danielson yoki Scolarilar masalan foydali bo'lgan. 2016-yilda o'zbek futboli tarixida juda katta ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa xatolar to'g'rilandi va qanday o'zgarishlar qilindi? Katta e'tiborlar berildi, futbolimizda juda katta o'sishlar bo'ldi. Oddiy misol, o'zimni futbol muxlislar, fanatlar deb o'zimdan gapiradigan bo'lsam, oddiy narsa barabarlar olib kiritish muammo bo'lgan stadionga. Oldingi paytda uni haqiqat to'g'risini aytish kerak. Hozirgi paytda
shu 2016dan keyingi paytdagini aytadigan bo'lsak, siz savolingizga qarab, hamma yo'l mana turbalar bor, kiyinishlar, baleshlarni kirishi, barabanlar hamma yo'llarda bez muammo. U paytda hatto ichki ishlar yoki anaqalar paytlarda qiyin muammolarga duch kelganmiz. Hozirgi mana muxlislarni o'sishini qarang, mana fanatlar yoki hammasi kirish tartiblar yoki boshqacha bo'lgan. Futbolimiz mana juda ham katta rivojlanyapti. Mana pulsiz ham qilsa bo'laveradigan narsalar ham bo'lyapti. Unaqa katta pul sarflamasdan sekin-sekin hamma yo'l mana jahon chempionatiga chiqdik. Bu katta narsa. Olimpiadada mana hech ham chiqmagan narsalarimiz bo'ldi Parijda. Bu narsa juda ham katta narsalar, e'tibor berildi. Mana muxlislarimiz o'zi davlatimiz tomonidan katta e'tiborlar bo'lyapti. Har bitta borishi bu narsalarga katta e'tibor bo'ldi. Shuning uchun o'sish juda ham katta bo'lyapti. Bunaqa ketishda yaqinlarda bilmayman endi ko'ramizmi yoki yo'qmi, lekin bunga aniq kafolat beraman. O'zbekistonimizda ham jahon chempionatida, olimpiadalar bo'ladi bunaqa ketishda. Rivojlanayotganimizda men ko'ryapman, bu narsa kelajagimiz bor. Parij Olimpiadasini Nyu-Yorkdan tomosha qildim va albatta sizni va jamoangizni qanaqangi juda bir nestandart, juda bir qiziqarli, bir ekstraordinar shouni ko'rsatganinglar, butun O'zbekistonga o'sha e'tiborini tortganinglarni men o'sha televizor orqali tomosha qilib ham guvohi bo'ldim albatta. Sizlarga buning uchun alohida rahmat. Parij Olimpiadasida biz yo'llanmani nima deb o'ylaysiz? Qaysi omillar hisobiga qo'lga kiritdik? Siz o'sha yerda guvoh bo'lgansiz hammasiga. Parijda avvalambor aka rahmat, bizni shunchalik baleshlarimizni, muxlislarimizni e'tirof etganingiz uchun, maqtaganingiz uchun rahmat aytaman. Bundan keyin biz yana ham zavqlanib, shavqlanib yana ham ishlashga davom etamiz. Demoqchiman, bu olimpiada mana futboldan chiqishi bu katta narsa bo'ldi. Mana Kapadze o'zi olib chiqib shu bir xil ketdi. Mana hozir hali qandaydir fabrika ochilganda 23 yashar yoki 21, 19 shulardan haligi o'zimiz tikuv sexlarida ham oddiy misol fabrikalar bo'ladi. Ishlab chiqarish deydi yoki shunaqa narsa futbolimizni o'sishga nimalar qo'yilgan juda ham katta nimalar. Shuning uchun u yerda to'g'ri boshqa etapga chiqa olmadi. Eng katta yutug'imiz biz olimpiadaga chiqqanimiz bo'lgan futbolda. Keyin boshqa sport turlari bo'yicha olgan medallarimiz, boshqa nimalarimiz, muxlislarimizni, fanatlarimizni borib qo'llab-quvvatlaganimiz hamda bunga bizga shu sharoitlar yaratib bergan shu muhtaram prezidentimizga ham kattadan katta rahmat aytamiz. Chunki o'zi ham qo'llab-quvvatlab, men ham o'zim ham kutmoqdim. Bizga o'zi ta'riflab, shuhrat medallarini berdi. Rahmat aytaman. Bu shuhrat medali chunki borib asherdagi hamma shu biz bilan birga qo'llab-quvvatlaganlardiki deb bilaman. Hammasiga rahmat. Qanchalik bu olimpiada bizni jahon chempionatiga yaqinlashtirdi? Chiqqanimiz o'zi bitta katta narsa bo'ldi. Jahon chempionatiga chiqqanimiz bu yana ham o'ta ham bir zo'r narsa bo'ldiki, buni kutardik. Ota-bobolarimiz kutgan, ko'pchilik ko'ra olmay mana o'tib ham ketishdi. Biz o'zimiz ham bu narsani kutdik, kerak bo'lsa yig'ladik. Juda ham qattiq, hatto haligi bitta Navqiron degan ukamiz bor, fanat dadasi o'tib ketgan ekan. Shu oxirgi chiqqan paytimizda dadasini rasmini qo'yib olib, dada biz mana uddaladik debdi. Biz o'zimiz ham u videolarni ko'rib o'zimiz ham ko'zimizga yoshlar keldi. Uddalash aytayapman, boshidan qo'yilgan bu reja asosida ketilgan va shu futbolchilarimiz boshqa komandalarga o'tib, yaxshi skautlar ham ko'rishyapti. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu aytayapman, qo'rqmasdan yosh bolalarimizni qo'ysa ham bo'laveradigan bo'lib qoldi. Jahon chempionatiga endi birinchi jihatda chiqdik. Endi bundan keyin Xudo xolasa O'zbekiston chiqaveradi. Nima desangiz, hamma reja asosiga ketyapti. Shu reja mana shunday to'xtamasdan ketish kerak deb o'ylayman. Skeptiklarning fikriga qaraganda bu muvaffaqiyat faqatgina kvotalarni oshirilganligi hisobidan kelgan. Siz bu fikrga qanaqa sharh bera olasiz? Endi u gap ham to'g'ri. Masalan, kvotalarimiz 8 taga yetib qoldi. Shu kvota endi haligi undan oldingi temada haligi 2000 nechiga davr 4-bir ochko yetib qoldi, yoki bitta gol yetmadi degan gap bizga shu paytda 8 talik bo'lganimizda chiqqan bo'larmidik, mo'ji deymanda. Lekin hozirgi paytga kelsangiz, bu 8 talik yoki 4 talikda bo'lganimizda ham, chunki biz O'zbekistonimiz o'ta ham haligi kuchli edi, bemalol chiqqan deb o'ylardim. Bu 8 talikka biz nima emas, chunki uje chiqadigan nimaga pallasiga kelib qoldik. Chunki hozirgi bolalarimiz juda ham kuchli. Hali jahon chempionatida ko'rasizlar. Ana gapimni Xudo xolasa keyingi bosqichga chiqamiz. Nodir aka,
jahon chempionatiga chiqishimizga albatta juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Hattoki o'yin ichidagi o'yinlar ham bo'lib ketdi. Ayniqsa Birlashgan Arab Amirligida o'sha hal qiluvchi o'yinda ko'z yoshlar bilan bo'lgan o'sha muxlislarni ham ko'rdik. Juda qiyin vaziyatlar bo'ldi o'sha paytda. Siz o'sha yerda to'g'ridan to'g'ri ishtirok etdingiz. Hammasini his qildingiz. Nimalar bo'lgandi o'shanda? Otabek aka to'g'ri savol berdingiz. Juda ham qiyin bo'ldi. Bu yerda Birlashgan Arab Amirliklari bizni o'zlari yutish uchun hamma bizni yutkizish, O'zbekiston yutkizish uchun hamma narsani qildi. O'zi aeroportga tushishimizdan boshlandi. Bizni aeroportning ichida o'zi pasportimizni olib qo'ygan, hammani 150 tacha balashib borgan bo'lsak, hammani pasportini olib qo'yganda, shu bilan yo'qib ketdi. Keyin kech qolyapmiz dedikda, kim ana shu yerda ham to'polon qilsa, shart deb politsiyasi olib kirib ketyapti-da. Biz aytdik hamma balashiga jim turib turish dedik. O'zimizni hurmat darajamizni ushlab turaylik deyapmiz-da. Bo'pti dedi, hamma jim turibdi. Keyin shap edi davar, molonlarga chiqibdi davar. Chiq bitta aytyapti-da. Keyin 30 ta bola qolib ketdi. 30 ta bolaga bermadi tashqariga chiqishga. U 120 ta degani. 120 tadan keyin tashqariga chiqdik. Haligilar kutyapmiz-da, kech qolyapmiz, ketaveringlar dedi. Keyin ichkariga qilsa, yo'q bizga bermaydi ekan dedi. Tashqariga chiqib. Sizlar ketaveringlar dedi. Keyin ketyapmiz. Avtobusda qani aka bunaqasi yursa ham stadionga yetib qolamiz ekan avtobusda. Bizni atay aylantirib, manaqasiga lokatsiya bo'yicha emas, boshqa bo'yicha olib kelib turib, keyin u yerda kirishimizni borsak, endi ashincha o'zbeklar kira olmayapti. Tashqarida politsiya ashincha, juda ham ko'p. Keyin muxlislarga aytyapman, "Davay, biletlarni ol, davayda tarqataylik" deyapmiz. 150 ta boladan 30 ta qo'yib 120 ta bo'lsa 80 ta bola ichkariga kirib ketyapti. Bizni o'sha yerdagi posolstvodagi odam kiring Nodir aka siz ham deyapti. O'sha yerda bizga qarayotgan rahbarlar. Men aytdim, oxirgi biz bilan kelgan bola kiraversa men kirmayman dedim. Men chunki bularni boshqa bolalarni ko'ryapman bu yerda o'zbeklarni. Politsiyaga jini nima qilib qo'ysa, jitcha do'q qilib qo'ysa, shuni qo'lini qayiryapti, avtobusga tiqyapti. Jitcha nimalarga ham qilyapti-da. Shunga aytdim men o'zimiz o'zbeklarga, iltimos, kelgan. Sizlar jim o'tirib turinglar, men kirib ketmayman, men sizlar bilanman. Kirib ketsam, men aytasizlar meni dedimda, bo'ldi dedi. Ana jim o'tiribdi, biz bilan 40 tacha bola qolib ketdi. Men bilan qarabita sanadimda, 80 ta bola kirib ketdi. Shunda men Jo'rabek degan bolaga aytayapman. "Ukajon, sen bajarasan. Iltimos, dava hamma yoqda sinxron bilan ushlagan. Sharmanda qilmaylik" deyapman. Shunaqa krichalkalar, qo'llashlar eshitilyapti, maza qilyapman-da, tashqarida turibman. Keyin ishonsangiz aylanib manaqasiga u yana ruxsat beramikin deb turib, o'laqa yerga boramizda, temirni orqasidan yana baqirib qo'yamiz hammamiz 40 ta bola. O'zbekiston deb baqiramizda, yana aylan politsiya u yerdan ham haydaydi. Biz yana qaytib joyimizga keldik. Kirgizmadi. Keyin rast yana chiqyapti, 11 ta bola kirsin deyapti. Siz kirasiz ekan ichida deyapti. Yana kirmadim. 30 ta bola qoldik tayam tashqarida. Finalniy svistok, nicha, durang. Ko'zimni yoshi shunaqa yig'layapman. Nimaga bu O'zbekiston? Qali qiyinchiliklar ham mayli. O'zbekiston chiqqaniga xursandman-da. Qali qiyinchiliklarni bu yoqqa surib qo'ydim. Sato chiqdik. Oxiri nima bo'ldi o'zi birlashganlik bilan? Bizga shuncha yomonlik qildi. O'zlari mana chiqa olmadi-yu. Shuning uchun insonlarga yaxshilik qilish kerak deydi. Yomonlik ravo ko'rmash kerak deydi. Mana biz Xudoga shukr chiqdik. Qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham chiqdik. Biz jahon chempionlar. Eng asosiysi natija. Natija. Futbol chempionatlarida muxlislarga yaxshilab e'tibor bersam, eng madaniyatlisi, eng ozoda pokizasi bu yaponiyaliklar. Mana ko'rsatishdi. Shu tribunadan turib ketgandan keyin ham hamma joyda agarda shu afsuski chiqindirilayotgan bo'lsa, lekin yapon muxlislari o'tirgan joyda top-toza edi. Hammasini tozalab o'zlari bilan hammasini olib ketishgandi. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bir muxlislik madaniyatini, fanatlar madaniyatini biz shakllantirishimiz kerak. Boshqalarga ibrat bo'lish uchun. Faqat yaponiyaliklar ham, ular bir amerikalik, yevropalik yoki Mars sayyorasida emas, ular ham bizga o'xshagan osiyoliklar. Otabek aka to'g'ri narsani aytdingiz. Mana yaponiyaliklardan juda ko'pchilik o'rnak oldi. Shu yig'ishtirishlarda o'zimizni chempionatda ham shunaqa bo'lib qoldi. Boshqa joyga borsa, yig'ishtirib yuboringlar bolalar deb shu narsa bo'lyapti. Lekin biz o'zbeklarimiz ham mana madaniyat nimasida qayerga borsak, qandaydir o'zimiz ham ibrat bo'lishimiz kerak yoki o'zimizni chiroyli bir boshqacha narsalardan o'ylab ko'ramiz. Yana ham Amerikada ham mana o'zbeklar shunaqa narsa qilyapti, mana o'zbeklar deb turib, dunyo shuni biz yana yaponlardan
oddiy misol narsa o'rganib yig'ishtirishyapti-yu, dunyo ham mana o'zbeklardan deb gapiradi. Aynan muxlislardan. O'zbekning muxlislari shunaqa qilibdi degan narsani qilamiz. Muxlislarga, ishtirok etadigan fanatlarga qanaqa tavsiyalaringiz bor? Tavsiyalarim, u yerda ko'rishamiz, tashqarida ko'rishganimizda ham bir xil tempda, bir xil sinxronlikda ushlashimiz kerak. Hammamiz o'zbekcha qo'shiqlar bilan, o'zbekcha kuylar bilan, o'zbekcha hali o'zbekligimizni va bildirishimiz kerak. Shuning uchun u yerda tavsiya qiladigan narsalarim hamma yoqda bir xil ushlashimiz kerak. O'zbekistonda aytadigan krichalka deydi, dalini qarab. Juda ham ko'p qo'shiqlarimiz ham bor. O'sha yerda billa aytamiz. Hali tavsiyalar bor. Hozir men bitta qo'shig'imni aytib berishim ham mumkin, xohlasanglar. Ayting, marhamat. Bo'laveradimi? Albatta. Bizda eksklyuziv premyera. Hali hech qachon hech qayerda bo'lmagan, lekin bizda kanalimizda bo'ladi. Marhamat Nodir aka. Mana aka bitta krichalkamiz bor. Endi oddiy misol, yana bitta ikkita aytib beraveraman. Bu hozir bu yangisi edi. O'zbekiston, sen ko'p yasha, jonim fido bo'lsin senga, hech narsaga alishilmas seni sevging bu dunyoda. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Qisqasi ko'chalarda aytib yuradigan qo'shiqlarimiz ham bor. Bizning o'zbeklar, eng zo'ri sizlar uchun keldi muxlislar. Bizning o'zbeklar, eng zo'ri sizlar uchun keldi muxlislar. Rahmat. Bunaqasi hali bizda bo'lmagan ekan. O'zbek futbolini bitta so'z bilan yoki bitta ibora bilan tasvirlab bersangiz. O'zbek futboli bu muxlisning ikkinchi yuragi.